Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli qarindoshlar, bugün Allah Taala'nın El-Hakim degan ismi haqida to'xtalamiz. Allah Taala'nın El-Hakim degan ismi Qur'on Karimda 94 o'rinda kelgan. Ular قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قطارلıq ayetler. El-Hakim Allah Taala'nın her qandaq bir işte onun muqaddimesini ve neticesini iniq bilip voyaga yetken hikmet bilen en puxta ve en mükemmel şekilde qiladiganligini ifodalaydigan ismidir. Hikmet degan söz lug'atda bir narsani o'z joyida qo'yish degan ifodalaydi. İslam atalg'usi bo'lsa, har bir ishni to'g'ri shaklda, joyida ve vaqtida qilish deganlikdir. Hikmet Allah Taala'nın sifatidir. Şunu biz Allah Taala'nın hikmetlik Allah deymiz. Hakim onun isimlerinden biri. Allah Taala her bir işini voyaga yetken hikmet bilen ve donolik bilen to'g'ri şekilde öz joyida ve öz vaqtida qiladigan zot. Onun hikmeti kainatning hamma tarafida mana deb özünü ko'rsatib turadi. Aqli sog'lom kishilar Allah Taala'nın yaratqanlaridagi voyaga yetken bu hikmetlerini hergiz ko'rmay ve bilmay qolmaydi. Çünkü kainatdagi her bir mevcudat en çoğundan en kichigiga qadar hammasi voyaga yetken hikmet bilen yaratilgan ve shundoq o'rinlashtirilgan. Filning yaratilishi qanchalik ajoyib bo'lsa, chumilining ve chivinning yaratilishi ashundoq ajoyib. Hikmetning kuch-quvvatdagi roli. Qur'on Kerimdagi oyatlar ichida hikmet kuch-quvvatga yondashib 46 o'rinda kelgan. Sabbaha lillahi ma fis samawati va ma fil ardi va huval azizul hakim. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Allah g'olibdir, ya'ni kuchlidir, hikmet bilan ish qiluvchidir degan oyat shularning qatoridan. G'oliblik kuch-quvvatdan keldi. Hikmet ilim ma'rifatdan keldi. Har qanday kuch-quvvatni joyida va to'g'ri yo'sinda ishlatish uchun cho'qim uning yanında hikmet bo'lish kerak. Chunki hikmetdan ayrilib qolgan kuch, qudrat halokatni keltirdi. Allah Taala bu ikkisi bilan hukm qildi. Bu ikkisi bilan bütün kainatlarga, bütün canlılarga, bütün olamlarga hukm qildi. Shunga uning barliq hukmlari adil, to'g'ri ve durustlik bilan davomlashadi. Ammo insonlar undaq emas. Chunki insonlardan kuch-quvvatga ega bo'lganlarning ba'zisi hikmetning xoli bo'lganligi uchun kuchiga tayinib zulm qildi, haqsizlik qildi, hatto vahshiylikda yirtqichlardan eshib ketdi. Chunki hikmetga tayanmagan har qanday kuch-qudrat buzg'unchilikqa, vahshiylikka va zolimlikqa elib bordi. Shunga har qanday kuch hikmet bilanla öz rolini joriy qildira oladi. Agar u kuchning oldida hikmet bo'lmasa, hikmet bilan boshqarilmasa, u partlaydigan gaz ve partlaydigan benzinga o'xshashlar. Chunki benzin bilan gazni to'g'ri shaklda hikmet bilan ishlatmaganda u partlab ketsa falokat deridi. Allah Taala o'zining cheksiz qudratini hikmetiga asosan ishlatdi. Ya'ni hikmet bilan ishlatdi uni. Shunga o zulm qilmaydi, nahaq hukm qilmaydi. İsa alayhissalom buni ifodalab Allah Taolaga mundaq degan. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Agar ularni azoblasang, ular sening bandalaringdir. Agar ularni afv qilsang, shaksizki sen g'olibsan, hikmet bilan ish qiluvchisan. Demak, Allah Taala gunohkorlarni jazolashga qodir turib, ulardan xalqalarini afv qiladi. Chunki
Əpi qilish degan jazolashga kuchi yetadigan turib əpi qilishdir. Ammo kuchi yetmaganlikdan kechirib etdim, əpi qilib etdim deyish əpi qilganlik emas, ojizlikdir. Hikmetning ilm ma'rifatdagi roli. Qur'on Karimda hikmat ilm ma'rifatga yondashib 37 o'rinda kelgan. Ve men yeksib ismen fe innema yeksibuhu ala nefsi ve kana Allahu alimen hakima. Kim ki bir günah kılsa onun zihni üzügü buludu. Allah ezelden hemmini bilgücüdür. Hikmet bilen iş kılıcıdır diyen ayet bunun misali. Çünkü Allah Teala özünün çeksiz ilmini hikmetdeki asasen işitidu. Şuna onun her bir işi ve her bir sözü hatalıktan bütünley hali. İniki hikmetten öz nesibisini alalmagan her kandak ilim falakettir. Çünkü ilimni hikmet bilen toğra yolga işletmegenler yaman yollarga işitidu. Pen texnikinin paydalanıp bankalarını soyganlar, insan, hayvan ve barlık canlıkını kırıp taşlaydıgan kırgıç kurallarını yasıganlar, Allah Teala yaratgan tabii yemekliklerge kimiyalik maddelarını aralashtirib insonlarni zaharlaganlar bunun misali. Meyli penni ilim yoki diniy ilm bo'lsin, hikmatdan nasibisini ololmagan bo'lsa, u falokat va buzg'unchilikning manbasi bo'lib qoldi. Chunki pen texnikini joyida ishlatmaslik falokatga yo'l ochgandek, diniy ilmni joyida ishlatmaslik kishilarning dinini buzishga olib boradi. Chalmolla odam o'ldirar degandek. Shunga bizning ajdodlarimiz to'g'ri ve durust iş kıldıgan ve kılganlarını bilip kıldıgan kişilerini ilim hikmetli kişiler deb atab kelgan. Ve bizlerge mu ilim hikmet degan sözünü ügetken. Çünkü hayatta ilim qanchalik zürür bolsa, hikmet mu şunchalik zürürdür. Qarang ve tefekkür qilin. Allah Teala'nın vaqi etken hikmeti hemme narsada namoyon bo'lib turgandek, uning yaratish ve emir qilish ishlarida mu texmi mükemmel derecede namoyon bo'ldi. Ala lahul xalqu vel emr. Yaratish ve emir qilish Allah'ın ilgididir. İnsan Allah Teala'nın yaratganlari ve emir fermanlari haqida tefekkür qiladigan bo'lsa, uning hikmetiga qoyil bo'lmay qolmaydi. Meşhur fizik alimi Albert Einstein kainat haqida uzun yıl tefekkür qilish orqali yaratquchining aqlni lol qildigan darajadagi ilm hikmeti ve nuqsonsiz mahorati oldida hayron qolgandan keyin o'zining qoyil bo'lganligini, uning ulug'ligiga qoyilligini ifodalab, Allah o'yin o'ynamaydi degan. Allah o'yin o'ynamaydi deganlik Allah hamma ishni hikmet bilan qildi ve bilib qildi deganlik. A'zolaringizga qarab baqing. Ulamolardan biri Allah Teala'nın ve fil ardı ayatul lil muqinin ve fi enfusikum afala tubsirun. Ziminda ve o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qilganlar uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Sizlar bularni ko'rmayotgamsizlar degan oyatlarning tafsirida mundaq degan ekan. Eğer tefekkür qilsangiz, Allah Teala'nın hamma narsani hikmet bilan yaratganligini, kainatdagi hamma narsada ve a'zolaringizning hammasida aniq ko'ra olasiz. Alaqiningizning terisining qattiq ve qilin, uning dumbisining terisining yumshoq ve nefis yaratganligiga qarab baqingki, agar buning aksi bo'lib, alaqanning terisi yumshoq, nefis, dümbüsünün terisi qattiq ve qilin yaratilgan bo'lsa, bizning bir narsalarni tutishimiz qiyinga to'xtagan bo'ladi. Chunki alqanning terisi yumshoq ve nefis bo'lganda, o qiziq narsalarni tutishga ve ba'zi narsalarni tutib elishga chidamaydi. Navoda qo'limizning terisi, yani alqimizning dümbüsünün terisi alqinimizdek qattiq ve qilin bo'lgan bo'lsa, uni yig'ishimiz ve tutishimiz qiyin bo'lgan bo'ladi. Bu bizning kundalik turmushimizda necha yuz qatim ko'rilib turadigan ishlarning oddiy bir misoli. Quloqingizga qarab baqingki, yaratquchi sizga ikki quloq ato qilgan. Chunki bir quloq bilan
ovozning qaysi tarafdan kelganligini belgilab bo'lmaydi. Shunga sizning ikki quloqingiz bo'lganligi uchun o'ngdan kelgan ovoz o'ng quloqingizga, soldan kelgan ovoz sol quloqingizga shu anda kirib bo'ldi. Agar yaratquchi quloqingizni ichki pardalar bilan mushu shaklda yaratmay, beshingizning ikki tarafiga birdan ikki tuyushik echib qo'ygan bo'lsa, siz quloqlaringizni suv, chang tuzan qatorliqlarning kirib ketishidan to'solmagan bo'lardingiz va har qatim yuvinganda suv kirib ketgan bo'lardi. Quloqqa suv kirib ketish natijasida uning og'riqini tortgan kunlaringizni va kechalaringizni eslasangiz, Alloh taolaning quloqlaringizdagi mushu shaklda quloqlaringizni mushu shaklda yaratib va uning ichiga pardalarni bekitganligining hikmatini tushuna olasiz. Burnimizning yuqori qismidagi so'ngakni qattiq, tuvan qismidagi so'ngakni yumshoq yaratgan zotga minglarcha shukrlar bo'lsinki, agar aksicha bo'lib burnimizning yuqori qismi yumshoq yaratilgan bo'lsa, mazkur yuqori qismi ikki tarafga chaplashib olib, nafas olishimizni qiyinlashtirgan bo'ladi. Ozroq shamol kelsa, bu o'ng solga chaplashib olgan bo'ladi. Agar uning tuvan qismi qattiq yaratilgan bo'lsa, burnimizni mishqirishda va suv elib chiqarishda qiyinchilik uchragan bo'lardik. Yumshoq bo'lganligi uchun biz xohlagancha tutib egalaymiz. İki ko'zimizning atrofidagi kirpiklarimiz bilan uning ustiga o'rnatilgan qashlarimiz ko'zlarimizni bevosita qo'g'dab turdi. Suv, yomg'ir, chang tuzan hammasini qo'g'dab turdi. Chunki yaratquchining hikmati ko'zlarimizdan iborat shu nozuk ve muhim a'zoyimizni üç tarafdan qo'g'dashni taqozo qilgan. Sanurihim ayatina fil afaqi ve fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lgan qadar biz ularga osmon zamin atrofidagi ve o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatib turamiz. Tırnaqlarimiz ve chechimiz bedenimizning bir qismi bo'lib turliq, yaratquchining ularda his tuyg'u qilmaganligi bizga bo'lgan rahim shafqatidan iborat. Agar ish aksicha bo'lgan bo'lsa, biz har qatim tırnaqlarimizni olgan ve chechimizni qisqartgan chaqda og'riqqa chiday olmagan qolardik. Ya'ni tırnaqlarimizni ve chechimizni og'riqni his qildigan yaratgan bo'lsa, onu qisqartgan chaqda albatta qiynalgan bo'ladi. Xuddi bir operatsiyani boshdan kechirgandek bo'ladi. Lekin Alloh taolo bizga shunda shafqat qilganki, biz tuymaymiz tırnaqlarimizni, og'inimizni, chechimizni, keskinimizni biz hech qanday og'riq tuymaymiz. Yaratquchining burnimizning ichida qillarni yaratganligi sirtdan kirdigan chang tuzanni va mikroblarni tutib qolishi uchun. Agar bu qillar bo'lmaganda biz har qatim algan nefes bilen birlikte çang tuzan ve mikroplarını öpkümüzge udul elip kirgen bular edik. Ama yaratquchining hikmeti aşı qillarning egizimizde buluşunu taqozo qilmagan. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, biz bir narsani yeyishda va yutishda ko'p qiynalgan bo'lar edik. Chunki egizimizning ichida qillar bo'lsa, bizni albatta rohatsiz qilgan bo'ladi. Yaratquchi suni tamsiz, rangsiz ve puraksız kılıp yaratkan. Onu biz bütün ihtiyaçlarımız için işletimiz. Eğer Allah Teala suni renkli kılıp yaratkan olsaydı, bedenimiz ve su işletken hemen narsemiz şu sunun rengide bulup kılışını kutulanmaydı. Eğer Allah Teala suni temli kılıp yaratkan olsaydı, barlık tamaklarımız şu sunun temidi bulup kalattı. Biz tamaklarının lezzetini tetiyalmagan bulattık. Her xil tamaklarını təmini bilməyən bulatdıq. Əgər Allah Teala suni puraydigan qılıb yaratgan bolsa, bədenimiz və su işlətkən nərsimizin həmmisi şu sunun purğuda purğan bulatdı. Allah Teala'nın buyurğanlarındakı hikmət. Allah Teala'nın hikmeti onun yaratqanlarında namayan bolğandak, onun əmir fərmanlarında namayan bulub durdu. Onun buyurğan və tosqanlarının həmmisi də bəndlərinin dünya və axirətlik mənfəətləri közdə tutulğandak, farz qılğan ibadətləri də ulanı taqati yetmeydiğen işlağa buyurulğan
hech qanday narsa yo'q. Chunki bandlarini ularning kuchi yetmaydigan ishlarga qat'iy buyurgan emas. 5 vaqt namozning ruhni jonlantirish, dunyoning tugumas andishalari va g'am qayg'ularini unuttirish, ko'ngilni rohatlantirish qatorliq nurg'unlagan foydalarini o'ylaganimizda namozning butunlay bizning foydamiz uchun ekanligini bilamiz. Shuningdek, zakatmo bizni xushal va saodatmand qilishga yetarlikdir. Chunki saodat beg'ishlashdan keladi degan haqiqat bo'yicha aytganda, biz yo'qsullarga zakat berish orqali asli o'zimizga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Chunki oxirgi hisobda biz xushal bo'lamiz, biz saodatga to'lamiz va biz uning foydasini ko'ramiz. Ro'zimi bizni chiniqtirish, savrimizni oshirish orqali bizni mukammallikka olib boradi. Chidamliq bo'lamiz. Boshqa ibodatlarmi ana shundoq ko'plagan hikmatlarni va nurg'ulg'an naq manfaatlarni o'z ichiga olgan. Bu foyda va manfaatlar biz oxiratga berishdan burun mushu dunyoda ko'radigan foydalar. Miras taqsimotidagi hikmat. Ba'zi kishilar mirosda bir o'g'ilning ikki qizning hassasini oldiganligiga qoyil bo'lmaydi. Ular buni qizlarga qarata tengsizlik yoki nohaqchilik deb o'ylaydi. Lekin obdan tafakkur qilgan bo'lsak, buningda nohaqchilik yo'q. Chunki qizning ikki hassasini olgan o'g'il chiqim qilishga buyurilgan. Shunga u onasiga, ayoliga, qizlarga, hamshiralariga chiqim qildi. Ammo qiz hech kimga chiqim qilishga buyurilmagan. U ota-onasidan olgan mirosni xajlamay o'lguncha yig'simi uning haqqi. Biz buni tushunganda Alloh taolaning lizzakara mislu hazzil unsayayn, bir o'g'ilga ikki qizning hassasi tegdi degan miros qonunining naqadar hikmatlik, naqadar odil ekanligini bilib yetamiz. Eng hikmatlik odam Rabbini tunigan odamdir. İmam Abu Hamid al-G'azali mundaq degan ekan. Hamma narsani bilgan bo'lsa-mu, Rabbini bilmagan odam hikmatli odam emas. Ulamolardan biri mundaq deydi. Bir kuni men bir ilmiy so'rinda fizika, biologiya, tarbiya, meditsina qatorliq fanlarning har biridan birerdan diplom olgan va har tarafdan yetishgan bir olim bilan uchrashib qilib, uning bo'lgan hurmatim bir dilla o'rildi va uni haqiqatan taqdirga loyiq odam ekan dedim. Ammo so'rin asnosida uning namoz o'qimaydigan biri ekanligini anglab qilishim bilanla o olim ko'zimdan tushdi. Nazirimdan o xuddi yulduz osmondan yerga tushib ketgandek tushib ketdi. Undaqda qandaq odamni hikmatlik odam degil bo'ladi? Shaksizki, o'zining Rabbini tunigan, na'din kelganligini, na'ga bordiganligini bilgan va Robbining ko'rsatmalari bo'yicha ish ko'rgan odam haqiqiy hikmatli odamdir. Hikmatli odam aqlli odamdir. Aqlli odam Alloh taoladan qo'rqadigan, o'zining oqibatini o'ylaydigan odamdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aqlli o'z nafsiga ega bo'lgan va oxiratligi uchun amal qilgan odamdir. Ojiz, o'zining havoyi havasiga agashgan va quruq orzularga agashgan odamdir deb ko'rsatgan. Demak, aqlli odam o'lgandan keyingi hayoti uchun yashaydi. Aqlsiz odam mush 6 kunlik olam uchun yashaydi. Hikmatning beshi Allohdan qo'rqishdir degan aqliya so'zga asosan Alloh taoladan qo'rqmaydigan odam hikmatdan hech narsa bilmaydi. Bundaq odam har qaysi ilm sohalarida katta olim, injener, doktor, professor bo'lib ketgan taqdirdimi, u yanada jahildir. Haqiqiy mu'min odam hikmatli odamdir. Chunki u din va dunyolik har qanday bir ishni to'g'ri shaklda va to'g'ri ravishda o'z vaqtida o'z joyida qiladi. Yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera va ma yazakkaru illa ulul albab. Alloh hikmatni xohlagan bandasiga ato qildi.
Hikmet ata qilgan odamga ko'p yaxshilik ata qilgan bo'ldi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Hikmet hamma ishda talab qilindi. Aqlli odam har bir ishni uning oqibatini o'ylab qiladigan odamdir. Hakim degan ismdan nima bilan o'rganamiz? Alloh taolaning Hakim degan ismidan din va dunyolik har qanday ishni o'z vaqtida, o'z yo'lida va o'z joyida qilish, gap so'zda, ish harakatda, boshqalar bilan bo'lgan munosabatda to'g'ri va durust bo'lish qatorliqlarni o'rganamiz. Ma'lumki, hikmat bilan ish qiluvchilar xatoliklardan saqlanib qoldi. Planliq ish ko'rganlikdan oz vaqt ichida ko'plagan natijalarga erisha oladi. Chunki hikmat eng katta ne'matdir. Va man yu'tal hikmata faqat utiya khayran kaseera. Hikmat ato qilgan odamga ko'p yaxshilik ato qilgan bo'ldi dedi. Ya'ni hikmatli odam eng boy odam, eng aqlli odam. Hikmat bilan ish ko'rgan odam oz kirim bilanmi o'zining turmushini ko'ngildagidek ilib bora oladi. Hikmatsiz odam ko'p pul topgan, ko'p kirim qilgan bilanmi turmushini qamday olmaydi. Hikmatli odam husn jamoli normal bir ayol bilanmi baxtli turmush kechira oladi. Hikmatsiz odam sohib jamol bilanmi baxtli bo'la olmaydi. Hikmatli odam o'zining dushmanlarini do'stlarga aylantira oladi. Hikmatsiz odam do'stlarini dushmanlikka va dushmanlarga aylantirib qo'ydi. Alloh taolo hammamizga ilm, hikmat ato qilg'ay va bizni to'g'ri yo'lda mahkam qilg'ay. Amin.